Men ham qilaman xuddi shuni, va'da beraman deb qilmayman deydi. Tarbiyani o'zimizdan boshlashimiz kerak deb o'ylayman. Birinchi o'rinda. Chunki bola bizdan andoza oladi. Har qanaqa bola. Birinchi o'rinda o'zingiz to'g'rilashingiz kerak. Masalan, siz va'da berasiz-da, misol uchun bajarmaysiz. Bolangiz 3 yosh deylik. Bir marta va'da berdingiz, qilmadingiz. 2 marta berdingiz, qilmadingiz. 3-chi marta berdingiz, bolangiz уже ishonmaydi sizga. 4-sini so'ramaydi. Уже sizdan hech narsa so'ramaydi bola. Kutmaydi ham. Hamma bola shunaqa. Ishonmaydi. Shuning uchun men bolalarimga nimadir aytsam, masalan, kechqurun biror narsa qilamiz dedik yoki ko'chaga olib chiqaman, biron joyga o'ynatib kelaman dedim. Men qolib ketdim ishda. Misol uchun kech bo'ldi, soat 9 bo'ldi deylik. Tayyor bo'lib turinglar, chiqib turinglar deyman. O'zim yiqilib qolay bo'lsam ham boraman. O'shalar bilan boraman, kinolarga ham kiramiz bolalar bilan. Men uxlayman, ular ko'radi, chiqib ovqatlanib qaytib kelaman. Chunki meni ertaga mana shu yolg'on gapiradi onam yoki va'da beradi lekin bajarmaydi degan narsa bo'lish kerak emas. Onam aytdimi qiladi, adam aytdilarmi qiladi degan narsa bo'lish kerak. Ishonish kerak-da 100%. Siz o'zingiz to'g'rilamasangiz bolalaringiz ham xuddi sizga o'xshagan bo'ladi. Masalan, siz va'da berdingiz, qilmadingizmi, demak, можно. Men ham qilaman xuddi shuni, va'da beraman deb qilmayman deydi. Tushunasizmi? Yolg'on gapirdingizmi, misol uchun bolangizga, можно. Yolg'on gapirdingiz-ku siz. Demak, это нормально. Bola qabul qiladi shuni, bu normal deydi. Bu normal holat ekan, bu me'yor ekan. Demak, yolg'on gapirishmi o'zini. Tushunasizmi? Oddiy narsalar. Yoki siz soat 9 gacha uxlaysiz. Mas'uliyatsizsiz-da, 9 gacha uxlab, soat 9 dagi ishingizga 11 da boryapsiz. Bu ham xuddi shunaqa qiladi. 8 gacha uxlaydi-da, soat 8 dagi maktabga 10 da boradi. To'g'risi, shuning uchun ham ota-bobolarimiz aytardi-yu, nasl nasabini surishtirib, keyin ko'rib, og'in kelin qilishga ham, kuyov qilishga ham bekorga ketmagan, baribir naslga tortadi. Chunki o'sha tarbiyani ko'rib, o'sha muhitda o'sdi u bola.